Assalomu alaykum azizlar. Yana 9 etajdamiz. Assalomu alaykum. Sizlarni kutgan Muhammad Rasul. Yaxshimizlar, jajjimizlar. Ishlar yaxshimi? Rahmat. Anchadan beri avzo o'qimadik. Xudo xolasa mana yana ekranlardamiz. 10 ming so'mdan paplerlarimiz zo'rlari keldi mana. Palma gullar, dim zo'r. Palma gulli paplerlarimiz 10 ming so'mdan dim ajoyib. Xohlagan rasvetkangizda, xohlagan svetingizda bor. Bu yerda xb paplerlarimiz bor yana. Xb paplerlarda ham zo'rlari keldi. Yana 1.60, 1.5 bo'ladi. Yana 10 ming so'mdan tanlab olasiz. 10 mingdan sililla koreyskiy. Yana. O'shalarga borish ko'rsatib qo'yganmi yaxshimi? Bo'ladi, ko'ring. Ko'rali. Ajoyib. 10 ming so'mdan bo'ldi. Mana bunday poshvaqlilarimiz ham keldi. 10 ming so'mdan har xil rasvetkalari bor. Kelib tanlab olib keta olasizlar. Palmani boshqacha gullari. Bugun keldi o'xshaydi. Har kuni. Har kuni bo'ling. Yangi tavallarimiz kelib turibdi. Xolasi. Bularning hammasi 10 dan mashla ko'rsatayotganimiz 10 ming so'mdan kelaverasizlar. 10 ming so'mdan pul. Alashtirma etmanglar, Muhammad Rasul charchab qopti. Ha. Xo'p. Vopa yangi tovar keldi. Nomini Gulpari dedik. Yana Gulpari. Voy. Dim ajoyib, tovari ismi bilan go'zal. Gulpari. Havo o'tkazishi zo'r, eni 1.60. Yana 2 metr 35 ming so'mdan Gulparida. Zo'r ekan. 17,5 ming so'mdan. Sumayyadan ham yumshoq bu. 17,5 ming so'mdan. Popli narxi bo'y. Rasvetkalari ova. Bular ham popli. Endi original variantlari bizda bor. Endi ham 3D deganni bir xilidan bo'y. Ova. Materialni o'zi ushlab ko'rib. Mana materialini o'zingiz ot qo'yasizmi yo Toshkentda qo'yilib kelami? Yo'q, o'zi rasmiy shu zavodda. Zavodda qo'yilami? Ova. O'zi tovarga qarab nom qo'yib qo'yasiz. Ko'rinmayaptimi Gulpariliga qarang? Ko'rindi. Gulpari. Ina. Dim ajoyib rasvetkalari keldi. Xudo xolasa 2 metr 35 ming so'mdan bo'ldi. Bu tarafimiz do'yin originallarimiz, do'yin kupralar. Bular siz 17,5 sotganmiz, 15 ga tushirib qo'yganmiz. Hozirgi narxi opa yana skidkada. Ina 12,5 ming so'mdan. 2 metr 25 ming so'mdan. Opa do'yin qoshlarimiz ham 2 metr 25 ming so'mdan bo'ldi. Opa bu Misr malikasi degan tovar. Eni 1.5 bo'ladi. Misr malikasi bu ham 2 metr 25 ga tushdi. 15 sotayotdik. Ena 2 metr 25 ming so'mdan. Dim ajoyib. Tavallari zo'r, xudo xolasa. Ena kupralarimiz, kupra do'yinlar bular. 2 metr 25 ming so'mdan kelaverasizlar mana shu yerdagi tavallarga. Yana 1.60 bo'ladi. Endi bu tarafimizda o'sha markizalarimiz Xabadnatonni yana 1.70 li varianti 17,5 ming so'mdan tanlab olasizlar. Gullari bor. Rasvetkalari har xil svetlarda kelaverasiz. 17,5 dan 2 metr 35 ming so'm bo'ladi. Dim ajoyib, har xil svetlari bor. Kelib tanlab ketaverasiz. 17,5 ming so'mdan markizalar. Xo'p. Bomboqlarimiz bor. Bomboqlarimiz 15 ming so'mdan bo'ldi. Mana ko'chkulli bomboqlar. Nima ajoyib bomboqni zo'ri. Odin oldi aytiladimi? Bomboq bu. Odi yo'qmi? Rasmiy bomboq. Nomi bomboq. Kirigilarimiz. Xaladis o'xshab kelgan. Ina. Nima ajoyib. Bularnichisi 12,5 ming so'mdan hozir ko'rsatadigan tovarlarimiz hammasi 12,5 dan 2 metr 25 ming so'mdan bo'ladi. Tanlab olasizlar. Yana 1.60. Ina. Dim ajoyib tovarlari zo'r. İpaklar bor mana. İpak papling, rasmiy. Ina. Haqiqiy ipak bular. Ajoyib. Zo'rlari bor. 2 metr 25 ming so'mdan zo'rlari bor.
Shoyilarimiz Lion bo'ladi bular, Lion shoyilar 2 metr 25 ming so'mdan bo'ldi. Endi 12,5 ga tashab qo'ydik shoyilarimizni. Rasvetkalari bor, kelib tanlab olib ketaverasizlar. Shu yerda shoyilarimiz 2 metr 25 ming so'm. Endi kupralarimiz yana nima ajoyib. Kupralarni rulonga 10,600 so'mdan beryapmiz. Olib sotarlarga. Endi non chiqarishga, savdogarlarga 10,600 dan ko'pralar. Metrga 2 metr 25 ming so'm. 12,5 ming so'mdan ko'pra tovarlarimiz. Yana 1,60 bo'ladi. Nima ajoyib. Xomadami? 15 ming so'mdan, 12,5 ming so'mdan. Nima ajoyib tovarlar. Yana ko'praning zo'rlari bor, har xil rasvetkalari. Endi bu tarafimiz Pafling o'rtada 10 ming so'mdan. Paflinglarimiz koreyskiy variantlari. Mana silillar. Haqiqiy zavodskoy silim bo'ladi. Bularimiz 10 ming so'mdan bo'ldi. 10 ming so'm. Tanlab olasiz. Paflinglarimiz 10 ming so'mdan. Nima ajoyib. Etski variantlari ham bor. Chiroyli chiqadi bularımızdan ko'ylaklar. Tabi chestin yumshoq tovar qidirayotganlarga ina papirlarni zo'r. 10 ming so'mdan. Yarashgali variantlar. Xo'p, 10 ming so'mdan papirlarimiz. Bomboqlarimiz bor, bomboqlar. Ijjonlari 30 ming so'mdan bo'ldi. Ina ijjon bomboqlarimiz 30 ming so'm. Yana 1,60 bo'ladi. Jambon bog'lar 30 ming so'mdan. Nima ajoyib rasvetkalar. Anorlarimiz 35 ga tushdi opa. 35 ming so'mdan yana anorlilar. Roza gullilar bor, rasvetkalar bor. Anor bomboqlarimiz 35 ming so'mdan. Bo'ladi. Yerayin bularimiz yana Balgarka degan tovar 15 ming so'mdan rasvetkasi qizili. Mayda gullisidan bor. Yine mayda gullilar. 15 ming so'm. Bu bombog'imiz bitta mashq qoldi 17,5 ming so'mdan. Zarlilarimiz gerayin bular. Yine bularimiz 15 ming so'mdan beryapmiz. 15 dan. Ko'pra bomboqlar 17,5 ming so'mdan. Rasvetkalar bor, tanlab olasizlar. Yine rasvetkasini ko'ring. Shular bor. Yemni bomboqlarimiz ham bor, yumshoq. Yozgi bomboqlar yana 1,60, 17,5 ming so'mdan. Vishpkali tovarlarimiz. Ham qosh, ham vishpka bosilgan bularga. Ularimizni 20 ming so'mdan beryapmiz. 20 ming so'm. Xo'p, tarafimizda gerayin jazloyim, qoshli varianti 17,5 ming so'mdan bo'ladi. Tanlab olasizlar buni. Yana rasvetkalarni ko'rsatib. Ajoyib. Orqasi chiroyli sariq varianti. 17,5 ming so'mdan. Bunday yozgi bomboqlarimiz bor. Bularimiz 20 ming so'm. Nima ajoyib. Endi bu yerda yozgi yuqori degan tovarimiz 3D ga bosiladi. Bular bomboq qoshli bo'ladi. Qoshlari Swarovski. Tushib qolmaydigan. 25 ming so'mdan. Yana 1,70. Yana 1,70. Haqiqiy yozgi qor, yozga ishlatadigan xil. Tanlab olasizlar. 25 ming so'mdan. Boy xonim geraylarimiz bor to'ychilarga, zo'r variantlari. Bularimizni 25 dan beryapmiz. Endi 25 ga tushirib qo'ydik, 30 dan sotib ketadik. Mana shunday. Rasvetkalarni ko'raverasiz. Endi hali ochilmagan upakovka. Tanlab olasizlar rasvetkalarni. Bularimiz 25 dan keldi. Xorazmlimiz u. Xorazm go'zali degan tovarimiz bor. Malikasi. Mana. Xorazm go'zalini zo'ri. Malikasi-dang. Malikasi qolib ketdi modadan. Bu go'zali bu. Herganda bir ot qo'yasiz. Xorazm go'zali.
Men Xorazm go'zali bo'laman desa kelaveradi. 30 ming so'mdan. Endi 170 opa. Kasetkasini ko'ring. Dim zo'r. Yopilishini qarang buni. To'lanadigan hamilyon variant topa. Jazloyinimiz bor, adnatonni jazloyinlar. Endi 180 bo'ladi. Oldingi variantidan qalinroq xili bu. Sifati ham zo'r, hech vaj bo'lmaydigani. Endi 180 bo'ladi, 15 ming so'mdan. Rilonchilar 14 ming so'mdan qilib beramiz. Hisoblab kelaverasiz. 14 dan rilonga. Belmandolamiz 12,5 ming so'mga tushdi. 15 lik belmandolamiz 12,5 ming so'mdan bo'ldi. Singapurlarimiz bor. 10 ming so'mdan adnatonni Singapurlar bo'ladi bu yoqda. Rasvetkalari kelaverasizlar. 10 ming so'mdan yana 160 Singapur adnatonnilar. Ertaga qaysi skidga qo'yiladi? Tovaringiz. Hammasi o'zi skidga baholanadi. Yo'q, ya, birisini har safar qo'yib boradi dedingiz-ku. Voy, hozir bo'lamiz. Skidga tushirdik mana. Qaysini? Yuring ko'rsatib qo'ying. Gul xonimlarimiz. Avval nechadan edi bu? Bular 20 ming sotilish kerak bo'lgan tovarlar 17,5 ming so'mga Yana tushdi mana. 17,5 tushdi. Silinlarimiz misoldan 12,5 ming so'mdan sotyapti. O'zi xalqimiz biladi, silinlarimizni 10 mingga tushdi. Mana silinni zo'rlar. Palma gullar keldi, 10 ming so'mdan bo'ldi bular. Keling sizga zo'r. 15 dan sotiladi yangilar. Opa mana vishibga. Bu papli hali ham qosh, ham vishibga bosilgan. Bularga bozorda 15 ming so'mdan kamiga topa olmaysiz bo'ladi. Bizdan narxini aytaymi? 10 ming so'm. Mana qoshlar ekan. 10 ming so'm. Qoshlari Swarovski, vishibga bosilgan. Paplinda zo'ri. Tayyor ko'ylak. 3 metr olib bichib qo'yaverasiz. O'zim ham bichib beraman kelsa. Ha. Bu yog'i chevarchilikda ham o'rganyapmiz. 10 ming so'mdan tanlab olasiz. Endi oshiq skidga bo'lmaydi, ammo it-muti degani shu. Dim ajoyib. Azizlar, 10 ming so'mdan qarshilamiz. Kelaverasizlar. Mestamiz aniq 9 etaj. Xivasdanki, bon tarafimiz Tovuq bozorini Muhammad Rasul aniq aytib aytgan Tovuq bozoridan kelsangiz ham bo'laveradi azizlar. Kelaverasizlar.